Nasiya savdo uchun BYD Chazor 2025-yil Mazda mashinalarimiz bugun jumaga yaxshi kunda sizlarga yaxshi xabarlar bilan chiqmoqdaman. Xo'p, avtomobilimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan Chazorda 80 kilometrlikmi, 70 kilometr yuradigani to'xtab, buni 1200 kilometrligi. Firma nomerida bo'ladi. Prami o'zimizning firmadan sizlarga nasiya savdo qilib beramiz. Xo'p, hamma yo'g'ini aytib o'tib ketamiz. Mana, mashina narxi $21,000, boshlang'ich $4,000 bilan Xo'p, 3 oydan 36 oygacha qilib beramiz. Ya'ni 3 oydan 3 yilgacha. 3 oyga $5,950 dan, 6 oyga $3,117 dan, 12 oy 1 yil uchun $1,700 dan, 18 oy uchun akalar $1,228 dan. Xo'p, 24 oy, ya'ni 2 yil uchun $992 dan to'laysizlar. Xo'p, 30 oy uchun $850 dan. Agar sizlar обязательно 36 oyga bo'lsa, $756 dan to'laysizlar. Boshlang'ich $4,000 to'laysizlar. Kimga qiziq bo'lsa, pastda raqamlarga bemalol murojaat qilinglar. Kelsanglar, mashinamiz tayyor. Xuddi shunaqa firma nomerida bo'ladi. Kelasizlar, bir kunda ishlar nasib hal bo'lib ketadi. Bosib oladigan joyga yaxshi kunlarda bizni yo'qotib qo'ymaslik uchun podpiska bosib qo'yinglar.